Sizmiydi? Hojakbar. Hojakbar. Ha. Adam akalarning o'g'illarining ismi ham Hojakbarda, yaxshi o'g'il. Salomat bo'ling. Shu Naqshband aytadi, besamar har bir o'tgan kuningiz sizning dushmaningizga aylanib boradi. Shuning uchun do'stim, yaxshi inson ekansiz, tirik inson ekansiz, ko'proq o'qing. Ayolingizga maslahatim, ko'proq kitob o'qisinlar. Ilmli ayol madrasadir, jamiyatni xalqni tarbiya qiladi. Hokamni to'g'ri tushuningda, ko'proq kitob o'qib, bolalarga ko'proq xalqni o'tib beringlar. Uyingizga hikmatli so'zlarni, rasmlarni yirib qo'ying. Oilaviy kutubxona bo'lishi albatta shart. Mana bu akamga aytib berdim. Bitta kichkina qizchani tug'ilganda otalari niyat qilgan ekan. Nasib qilsa buyuk olima bo'ladi. Erishdilar. 5 yil institutda manaman degan. Lekin ota qo'llari qorayib ketgan, ko'zlari qizarib ketgan. Lekin qizlari tug'ilganda niyat qilgan ekan. Niyatlar qabul bo'ladi. Sizlar uchun nasib qilsa birinchi bo'lib Nobel mukofoti bo'lmasa ham Forex yoki ish qilib yerga manfaat tegadigan kasb egallasalar, sarvar odam etadilar-da, otalarning abadiy sadaqalari ajoyib tarbiya qilingan farzand. Nasib qilsa shularga siz sababchi bo'lasiz. Rahmat, xayrli aka, umringiz uzoq bo'lsin, siz bolamiz, salomat bo'ling. Duodaman siz uchun. Ya, salomat bo'ling. Keling, biz sizga bir shoirdan kitobni sovg'a kelishib shundan bitta beramiz. Kitob beryaptilar. Ha, bu ayol o'zlari she'r yozgan ekanlar-da, menga kitobdan sovg'a ketdilar, bularga sovg'a. Bu kitob nashriyotga olib borgan ekansiz, hech qanaqa institutda o'qimagansiz, qanaqa qilib qofiyalarni bilasiz? Maktabda yaxshi o'qiganman. Xudodan bergan qobiliyatlar kimga emas. Bularda ham qobiliyat bor ekan. Sog' bo'lsinlar, foydasi ko'p bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin, salomat bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishinglar. Yaxshi bo'ling, do'stim, omadingiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yaxshi bo'ling. Rahmat.